bankimiz mijozlari tadbirkorlar bizda har oyda 3 uchrashuv o'tkazish bor, tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazishimiz. Har bitta tadbirkorlar muammolarini eshitib, ularga berilayotgan o'zimizni bank mahsulotlarimizni taklif qilib turamiz. O'sha bo'yicha bugun ham navbatdagi uchrashuvimiz bo'lib o'tyapti. O'sha uchrashuvda o'zimiz bank tomonidan taqdim etilayotgan mahallalarda olib borilayotgan ishlar bo'yicha amalga oshirilgan ishlarni bo'yicha tushuncha berib o'tamiz. O'sha hozirgi kunda har bitta mahallada mahalla banklari va agentlar tashkil qilindi. O'sha har bitta xonadonda oila a'zosini aholini bandligini ta'minlash bo'yicha, ish bilan ta'minlash bo'yicha ishlar olib borilyapti. Bunun maqsadi har xonadon daromadini oshirish. Bu ishlar negizida hokim yordamchilari tomonidan berilayotgan imtiyozli kreditlar